Titanlar hujumi bu oddiy anime emas. Unda sevgi, dard, nafrat, do'stga sadoqatlik va barcha his-tuyg'ularni aralash qilgan anime hisoblanadi. Ba'zilar animeni shunchaki multfilm hisoblab, bunday shedevr san'atni ko'rmay o'tayotgani biroz g'alati ko'rinadi. Sezib turganingizdek, bugungi videomiz Titanlar hujumi yoki Attack on Titan animesi haqida bo'ladi. Anime o'zi nima haqida? Anime bir bola Eren Yeager haqida hikoya qiladi. U bir qishloqda turar va tashqi dunyo esa titanlar bilan to'lgan bir pallada yashar edi. Voqea ana o'sha titanlar qishloqqa bostirib kelishidan boshlanadi. Qishloqda titanlar bostirib kelgan vaqtida Erenning onasi ham halok bo'ladi. O'sha vaqtda uning yuragida nafrat, alam va dard tuyg'ulari tug'ila boshlaydi. Animeni spoiler qilishni istamayman. Anime oxirida barcha titanlarni yomon ko'rgan va ozodlik uchun kurashgan bolakay Erendan o'zi titanlarning bir turiga aylanib, dunyoda qirg'in barat olib keladigan bolaga aylanadi. Qiziq fakt. Anime IMDb'da 9.1, Crunchyroll'da esa 4.9 ballni qo'lga kiritgan dunyodagi eng zo'r anime qatoriga kiradi. Bu anime reallikka yaqin va qiziqarli sujeti bilan boshqa animelardan juda katta farq qiladi. Animeni birinchi qismi 2013-yil 7-aprelda, oxirgi qismi esa 5-noyabr 2023-yilda chiqqan. Anime 94 epizoddan iborat. O'zi sizda savol tug'ilishi mumkin. Anime davomida animeni kim hikoyalab beryapti? Bu Armin Arlet hisoblanadi. Bu animedagi qahramon hisoblanadi. U Erenning do'sti bo'lib, butun boshli animeni u hikoya qilib beradi. Shuning uchun har xil sezonlarda Erenning ko'zini rangini almashishini ko'rishimiz mumkin. Chunki Armin Erenning ko'zi qanday rangda ekanini unutib qo'yadi. Bu menimcha zo'r ma'lumot. Bu ma'lumot uchun like bosib qo'ying. Anime Hajime Isamaining mangasiga asoslanadi. Qisqasi, anime ko'rishga arziydimi? Ha, albatta. Bunday shedevr darajasidagi animeni ko'rmaslik siz qilgan xatolardan biri bo'lishi mumkin. Shuning uchun issiq choyni damlang-da, hoziroq ko'ring. Video yoqsa like, yoqmasa kommentda xatoingizni yozib qoldiring.